Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga otni o'rgatishni o'rgataman. Yangi bo'lsangiz kreativ bo'lsa. Mana kiralaylik. Ay, suv taklif eta oldingmi? Sar ochiq mana. Sizga qanday rang kommentariyaga yozing, sizlarga oltinlimi yoki temirlimi qaysi biri yoqsa men eng zo'ridan ko'rsataman sizlarga. Mana otlar ham dahshat yuguradi. Qayerga yo'qolay. Nimiz? Nimadir? Ularga birinchi endi ismi tushdi. Qani edi? Oddiy eshak. Nimaga ko'rsatay? Nima dersiz? Bu endi ismi keldi hozir. Bu otlar mindirmayapti nimaga? Hozir. Mana shuni mindirsa kerak. Mana shuni mindiradi. Ot mana chiydi bosasizlar. Siz ko'rsaman. Mana shu. Ko'rlaringmi? Mana shu kraslar tag'in. Birinchi egarda qo'yaverasizlar. Olmasni qo'ymasalaring ham endi yuguradi. Egar bo'lsa bo'ldi menga. Yuraveradi. Mana borga sakrayver. Keyin olmasni qo'yib bilaman. Suv. Mana ko'ryapsizlar? Mana shu bosib turasiz. Bosib tursalar yuguradi. Og'ir. Qo'yaverasizlar yuguradi. Ko'rlaringmi? Otga sabzi ham bersa bo'ladi. Shuning sakrashdan bosgansan, bunda sakrash bilan tushib bo'lmaydi. Shuning uchun bu hozir sabzi berib bo'lsa kerak sabzi berardi. Mana Mana o'tirib o'tsangiz ham bo'ladi. Bu qorni to'q ekan yemaydi. Mana bu yerda hozir. Mana bu yerda. Mana shu yerda aloqani ko'rsanglar ham bo'ladi. Tushunlaringmi? Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Minecraft X bo'ldi.